Tabiatimizni muhofaza qilish va shahrimizni obod qilish, ko'kalamzorlikka aylantirish va prezidentimizni farmonlariga asosan mana shu yerlarni obod qilish edi. Biz maqsadimizga erishdik. Biz g'olib chiqdik. Shunday ekan, mana obodonlashtirish va fuqarolar, tadbirkorlar tarafidan bog' shakliga aylantirdik. Xudo xolasa 3-4 yilda bu go'zallashadi yana. Shu bilan bir qatorda bolalarimiz, yosh kattalar chiqib, bu yerda so'rilar qo'yib, bir-birlariga o'zimizni milliy askarlarimizni qilib, xirgoyi qilib o'tirishlari. Bu nafaqat ko'p qavatli uylar, bu hovliga aylantirsa bo'ladi. Mana shuni maqsad qilib qo'ygan edik, niyatlarimizga erishdik. Sizlarga rahmat. Ancha 3 yildan buyon qarovsiz qolayotgandi. Oqlatxonaga aylangandi. Qurilish materiallari tashlanib, qarovsiz qolayotgan joy edi. Mana shu joy to'ppoqlari toza to'ppoqqa almashtirildi, qurilish materiallari olib tashlanib, bizga chiroyli manzarali hujjatlar ekildi. Musorlar, changlar, nima edi, hozir chiroyli bo'lib qoldi, havas qiladigan bo'ldi. Salqingina bo'lib, rosa yaxshi, rosa xursand bo'ldim. Rahmat bolalaringizga, avvalo mahalla, sizlar, hokim, hammalaringga rahmat. Shunchalik chiroyli qilib berdilar.